Foodtrek'da fast food, kafenya biznesini boshlaydigan obunachilarimiz uchun hamma do'stlar bilan ishlashga tayyor qilib qo'yilgan naqd 8 metrli foodtrekimiz bugun sizlar bilan arzon narxda baraka qilamiz. Bu joyda texnikalari yaxshilaridan ishlatilgan, ko'rib turganlaringizdek, turetskiy izgara, ikkita friturniца, stolni холодильникlar, shkop холодильник va bundan tashqari полностью nержавейкаdan yasalgan. Buning ichlari qishki teplый pol, yozgi sezonga konditsionerlar qilingan. Bundan tashqari ishlash uchun nержавейка stollar yasatilgan. Даже bitta kanalizatsiyani ulab turib, mo'ykalari ham bor. Shundoq ish boshlasanglar bo'ladi. Eng asosiysi ichkarida ishlanganda ichkari tuman bo'lib, tutun bo'lib ketadi. Shuni hisobini olib, vitishnoy sistemalar yaxshisidan qilingan. Ichkarida motorlari bor, bemalol ishlatsanglar bo'ladi va bundan tashqari kamera naблюдениялар, tashqarida monitor va kolonkalarigacha qilib qo'yilgan. Hamma narsasi tayyor. Bu foodtrek bitta brend fast food kafesiga tegishli va bu atigi bir oy ishlatilgan. Bunisilar tog'ga, parkga, yo'l yuziga, universitet, kollej, xullas joylar bo'lsa, любой joyga qo'yib, daromadinglarni oshirib, ishni boshlasanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, hamma narsasi o'zligi uchun maxsus qilib yasalgan. Shuning uchun любой joyga qo'yib ishlata olasizlar. Bitta mashinaga ortib, olib ketsanglar bo'ladi. Hammaga qiziq joyi foodtrek 25 mingga tayyor bo'lgan ekan. Bunisizlar bir oy ishlatilgan hisob bilan atiga 19,5 ming va qancha ketadi nomidan chiqib, pastdagi nomerlarga telefon qilib, xohlagan to'lov ko'rinishinglarda naqd deysizlarmi, karta deysizlarmi kelishib baraka qilsanglar bo'ladi.